2026 Chevrolet Spark yangi avlod shahar hatchbeki sifatida zamonaviy dizayn, tejamkor dvigatel va ilg'or texnologiyalar bilan taqdim etilmoqda. Ushbu model kundalik harakat uchun qulay, ixcham o'lchamlari bilan tirband ko'chalarda oson boshqariladi va avtoturargohga joylashishda katta ustunlik beradi. Old qismida yangilangan radiator panjarasi, ingichka LED farlar va sport uslubidagi bamper avtomobilga dinamik ko'rinish beradi. Yon tomondagi keskin chiziqlar va yangi qotishma disklar Sparkning yoshlarbob xarakterini yanada kuchaytiradi. Orqa qismida esa LED stop chiroqlari va ixcham spoiler umumiy dizaynni mukammal yakunlaydi. 2026 Chevrolet Spark kapoti ostida 1.2 litrli benzin dvigateli joylashgan bo'lib, u taxminan 90 ot kuchi ishlab chiqaradi. Ushbu dvigatel 5 pogonali mexanik yoki chift avtomatik uzatmalar qutisi bilan taklif etiladi. Yoqilgi sarfi o'rtacha 5-6 litr atrofida bo'lib, bu uni iqtisodiy jihatdan juda foydali variantga aylantiradi. Shahar ichida silliq va barqaror harakat, avtomobilning yengil rul boshqaruvi hamda kuchli tormoz tizimi haydovchiga ishonch bag'ishlaydi. Kichik hajmiga qaramay, Spark osma tizimi notekis yo'llarda ham qulaylikni ta'minlash uchun qayta sozlangan. Salon qismi ham zamonaviy uslubda ishlab chiqilgan. Old panelda 8 dyumli sensorli multimedia ekrani mavjud bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha zarur ma'lumotlarni aniq va ravshan ko'rsatadi. Konditsioner tizimi, ko'p funksiyali rul, sportlar va Bluetooth ulanish imkoniyati kundalik foydalanishda katta qulaylik yaratadi. O'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Orqa o'rindiqlar buklanganda esa yukxona hajmi sezilarli darajada kengayadi. Xavfsizlik masalasida 2026 Chevrolet Spark zamonaviy standartlarga javob beradi. Avtomobil apps va app tizimlari, barqarorlikni nazorat qilish tizimi, orqa ko'rish kamerasi, bir nechta xavfsizlik yostiqchalari bilan jihozla.